Qadimda bir podshoh juda qattiq bir kasalga yo'liqdi. Yuragini bir sichqon kemirgandek bir narsa kemirardi. Bu og'riq hech qo'ymasdi. Podshoh vaziriga bu nima holat? Eron va Turonni butun tabiblari kelib bu yurak sanchig'ini, bu og'riqni to'xtata olmasa. Shohim, yana bir tabib kelibdi, huzuringizga kirmoqchi. Zora shuni bir dorisi dardingizga shifo bo'lar. Chaqiring kirsin. Tabib salom berib kirdi. Shohim, sizni bu kasalingizga chiroylik, qomatlari kelishgan 17-18 yoshdagi bir navqiron yosh yigitni qonini ichsangiz sog'ayasiz. Podshoh bo'lsam, butun bir mamlakatni egasi bo'lsam, topish oson buni. Topinglar. Tabib aytdi, men o'zim ko'rsataman kerakli bo'lgan yigitni. Vazir bilan birga mamlakatda aylanib yigit qarashdi. Bir dehqonni yagona o'g'lini mana shu bola bo'ladi. Bolani olib kelishdi. Chiroyli kelishgan yigit. Ota-onasini ham chaqirib olib kelishdi. Podshoh aytdi, ota-onasini oldiga bir savatdan oltin qo'ying. Otani oldiga bir to'la savat oltin, onani oldiga bir to'la savat oltin qo'yib, o'g'linglar menga kerak, menga berasizlarmi? O'zini yo'qotib qo'ygan, dovdirab qolgan ota-ona podshoh oldida, hey, bitta o'g'limiz ekan, mingta bo'lsa ham shohim sizga tortiq bo'pti. Ota-onani olib qo'yinglar oltinlari bilan. Olib qo'yildi. Qozi, men bu yigitni so'yib qonini ichsam bo'ladimi? Shariatga to'g'ri keladimi? Qozi aytdi, shohim, fatvo tayyor. Podshoh olam o'z salomatligi uchun fuqaroni bittasini qonini ichsa muboh, ruxsat. Ana ota-ona rozi bo'ldi. Qozini fatvosi ham tayyor. Jallod tabib ko'rsatgandek bolani so'y, qonini ichaman dedi. Shunda bola osmonga qarab tabassum bilan beg'ubor kuldi. Nimaga kulasan ey bola? Shohim, insonni boshiga dard musibat kelsa kimga aytadi birinchi? Ota-onasiga. Ota-onam hozir sotib ketdilar. Yana dardini kimga aytadi? Shikoyatini, arzini kimga qiladi? Qoziga. Qozi meni qonimni to'kilishini, fatvosini tayyor qildi o'limimni. Kimga aytadi yana dardini? Zorini kimga iltijo qiladi? Podshohiga. Podshoh uchun meni qonim kerak. Ey Allohim, yolg'izni yori o'zimman degansan Alloh, mana yolg'iz bo'ldim, endi o'zing yorliq qilgin deb kulib Allohga qarayapman dedi. Shoh aytdi, ey 70 yoshga kirgan qari shoh, shunda iymonli, e'tiqodli, go'zal yigitni qonini ichib qanchalik umr ko'rardim. Kechdim men bu davoda. Bergan savat oltinlarim jonimdan sadaqa bo'lsin. Shunda shoh yuragini sanchilmayotganini, og'rimayotganini sezdi. Uruvam ko'rdi, yo'q og'riq. Yo ajab.
og'riq yo'q bo'ldi-ku menda. Shunda tabib kulib aytdi: "Shohim, asl kasalingiz olasiz-u berishni bilmaysiz. Sadaqa, ehsonni bilmaysiz. Ikkinchisi, nima kelgan bo'lsa Allohdan deb mardlik, saxovatlikni qilmasdingiz. Asl kasalingiz sababi mana shu edi. Hozir joningizdan sadaqa qildingiz va mardlik qilib bolani o'ldirishlikdan af etib kechirdingiz. Mardlik qilib bolani o'ldirib qonini to'kishdan bo'yin tortdingiz. Bu shifo menga kerak emas dedingiz. Mana shu ikkita narsa Allohga yoqib, dardingizga o'zi shifo berdi. Bolani Allohga qilgan nolishi Alloh o'zi yorliq qilib, chiroyli qilib bolani saqladi. İnsanlarga sig'inadilar. Odamlarning oyog'iga yiqilib yalinadilar. Egalari esdan chiqadi. Alloh dushmaningni do'st qiladigan, yo'q joydan rizqingni yetkazadigan, ota onangdan ham mehribon Allohingdan qochasan. Alloh dedi, qand yedi. Banda dedi, pand yedi. Yigitni Allohga qilgan tazarruvi umrida sadaqa bermagan poshoni sadaqa qiladigan, umrida biron bir mardlik qilmagan shohni mardlik qildiryapti. Bu Zarbul Masal Unvonul Bayon degan kitobda keltiriladi. Bedana bolalarini uchirma qilgandan keyin nasihat qildi. Bolajonlarim, endi onamiz og'zida bizga nasibamizni olib keladi deb kutmanglar. Endi qanot chiqazdinglar, o'zinglar uchadigan bo'ldinglar. Endi meni nasihatim sizlarga tinglanglar. Nasihatimga amal qilsanglar, bu musaffo osmonda uchib, yerdan rizqingizni terib yurasiz. Qiynalsangiz ham har joylardan topib, oz bo'lsa ham bitta ikkita topib, qanoat qilib rizqingizni yeb yuring. Bir xil joyda ko'pgina sepilib, yonida suvlari ham qo'yilgan bo'lsa bormang. U odamzod degan bir toifa borki, qushlarga tuzoq qo'yadi. Ko'pgina sepib qo'yadi-da, o'sha yerga qo'nib, o'sha donidan yeyishingiz bilan domiga ilinib qolasiz. Yo butun umriga qafasga qo'yib, sizni yig'ingizni eshitib maza qilib o'tiradi, yoki so'yib sho'rva qilib ichib yuboradi, yoki o'zingizga o'xshagan bir bedana bilan urushtirib rohatlanadi. Ming alhazar unaqa ko'p sepib qo'yilgan joylarga bormang. Shuni ona bolalariga nasihat qilib, bolalariga oq-fotiha berdi. Bir bolasi u yoqdan cho'qib uchib yurdida, bir payt bunday qarasa, o'sha qiynalib topib yurgan narsasi ko'p turibdi bir joyda. Yonida suvlar ham, hamma narsa yaxshi. Bildi, onam aytgan tuzoq shu bo'lsa kerak, dedi-yu, bitta cho'qiyman dedi. Bitta cho'qiganimda domga ilinmasam kerak. Deb bitta cho'quvdiki, u qiynalib topib yurganidan shirinroq totib ketdi bu. Ikkinchisini cho'qidi, uchinchisi, to'rtinchisiga ketuvdiki, lap etib domga ilindi. Bedanavoz kelib qo'liga bedanani olganda, bedana, beamalligim qursin, beamalligim qursin, boshimga baloga o'zim sabab bo'ldim dedi. Bedanavoz hayron bo'ldi. Sen gapiradigan bedanamisan? Ha, gapiramanman. Endi
qafasingga qo'yib meni qul qilib yig'im eshitib yotasa, yo o'zimga o'xshagan bilan urushtirasan, yo sho'rva qilib ichib yuborasan, so'yib shu uchoqdan bittasini qilasan-da. Yo 3 ta nasihatim bor, shularni eshitasanmi? Bedanavoz bedanaga qahat kelganmi? Shan nasihatingni eshitsam, eshitay, qani ayt nasihatingni. Birinchi nasihatimni kaftingni ochib turasan, kaftingda aytaman. Ikkinchisini uchib daraxtda aytaman. Uchinchisini uchib ketayotib aytaman. Bo'pti deb bedanavoz qo'lini ochdi, bir silkinib bedanavoziga kelib oldi-da, qo'lingdan ketgan baxtga hech qachon pushaymon bo'lmagin. Ketgan narsani qaytarib olaman deb obro'yingni tushirmagin. Ketgan ketadi. Ko'p odam ketgan baxtimni qaytaraman deb obro'sini tushiradi, bir kasalga uchraydi. Allohga qo'y, sabr qil, Alloh o'zi yana qaytarib beradi. Dedi-da fir aytib daraxtga qo'ndi. Sizlar insonsizlar, Alloh sizlarga aqlni juda katta bergan. Bir gapni eshitsang, aql tarozingga qo'ygin. To'g'ri kelsa qabul qil. Ho'kiz tug'ibdi desa ishonib ketavermagin. Bir inson to'g'risa bir gap gapirsa ishonib ketavermasdan Xudo bergan aqlga bunday tarozisiga qo'yib, shu gap rostmikin? Shu meni do'stim, meni ketimdan shunday ig'vo qilganmikin, rostmikin yo bu bo'xtonmikin? Bir odamni yomonlasa qo'shilib, g'ibatiga qo'shilib ketavermagin. Bir masala eshitsang, oyat hadisga to'g'ri keladimi, kelmaydimi? Buni bir o'ylab ko'rgin. Oyatda bormi, hadisda bormi? Gaplar ko'p, betayin gaplar ko'p, asosi yo'q gaplar ko'p. O'sha so'zlarni hammasini o'ylab, asosini qilib keyin ishongin. Dedi bir sinab ko'raydi-da bedanayam. Ey bedanavoz, meni so'yganingda, qonimni yorganingda tuxumdek gavhar bor edi ichimda. Butun bir shaharni sotib olarding u gavharga. Dediki bedanavoz o'zini o'zi urib, ko'tarib voy men nasihating tinglamay so'yib gavharingni olmayman. Xudo bergan ekan uchirib o'tiribman deb yig'lab deb, ancha o'ziga yig'lab kelib, bo'pti endi uchinchisini aytib qo'yqa. Ey beamal. Men bir marta beamal qilib baloga yo'liqib zo'rg'a qutuldim. Sen hozir ko'zimni oldida 2 ta nasihatga amal qilmading. Qo'lingdan ketgan baxtga pushaymon bo'lmasam, yarim soat o'zingni urib mamta yig'lading. Ikkinchisi, men bedana bo'lsam, menda gavhar nima qiladi nodon? Shu aqlingga sig'madimi? Bo'pti, uchisini ayt. Yo'q. Beamallarga so'z zoyi, so'z bekor. Ahmoqlarga, tentaklarga nasihat qilaman, gap tushuntiraman deb ham ko'p odam kuyunadi-da. Lekin aslida johil. Unga ham Sa'diy bir Gulistonda bir narsani keltiradilar. Hindistonning o'rmonida bir qurt bo'lar ekan, chug'ga o'xshab yaltir-yaltir qilib turar ekan. Uni bilmagan odam chug' deb o'ylar ekan. Lekin u qurt. Maymunlar ham haligi chug' deb qurtni ushab ustiga yog'ochlarni, xodalarni qo'yishib pudashib gulxan qilamiz. Tepada buni ko'rib turgan dono to'tiqush, "Voy maymunlar, bu qurt, bu chug'mas." desa, bordi pudashib, "Voy bu qurt, bu chug'mas" desa ham ishonmasmiz. Pastga tushib tushuntirib, javora bo'lib ketishdi deb pastga tushganda maymunlar to'tiqushni o'ldirib qo'yishdi. Ahmoqlarga bir narsani tushuntiray desangiz, aqli olmaydi. Sizga dushman ham bo'lib qoladi. Bir zarar yetkazishsa, niyatini ham qiladi. Ilohim Parvardigor hammamizni rushdi hidoyatda qilsin. Qarangki, tuzoqni qarg'aga qo'ymaydilar. Tuzoqni chimchiqqa qo'ymaydi. Tuzoqni bulbulga qo'yadi. Chunki bulbullar shirin nolasi bor.
bulbulli suhani bor. Qarg'ani qag'irlagan hech kimga yoqmaydi-da. Bir bog'bon ham bog'ida ishlab tursa, bir bulbul kelib shunday bir chiroyli sayrabdiki, bog'bon ishqiboz bo'lib qoldi. Ertaga tuzoq olib keldi, shu bulbulga qo'yib ushaylik deb ertasiga o'sha bulbul qo'nib turgan daraxtga tuzoq qo'yibdi. Bulbul tuzoqqa ilinibdi. Bulbulni olib kelib qafasiga solib, endi maza qilib eshitib o'taman desa, bulbul so'zlabdi odamchasiga. Ey bog'bon, endi uyingni vakili bo'ldim, a'zoyi bo'ldim. Senga ham bir yaxshilik qilib qo'y. Men qo'nib turgan o'sha daraxtni tagida bir xum oltin ko'milgan ekan, men ko'rdim. Borib kavlab ol. Rostmikin deb bog'bon o'sha daraxtni tagini kavlasa bir xum oltin chiqibdi. Xursand bo'lib bog'bon kelib bulbulga, bulbul, juda dono, ko'zi o'tkir bulbul ekansan. Bir savolim bor. Shundoq ko'zingni o'tkirligi bilan yerni tagidagi xumni ko'ribsan. Nimaga ro'parangda turgan qo'poldan qo'pol tuzog'imni ko'rmading? Shakkoklik qilma inson. Sani domingga ilinish, sani uyingda qafasingda turish bu meni taqdirimda bitilgan. Taqdirdagi bor ishga zukkolik, ko'zi o'tkirlik, chaqqonlik ketmaydi. Men degan zo'rlar bir yosh bolani ishini qilib qo'yishadi, taqdir bo'ladigan bo'lsa. Men dono deganlar nodonni ishini qilib qo'yishadi. Taqdirdan qochib qutulib bo'lmaydi azizlar. Mo'min musulmonni eng katta bu dunyodagi yutug'i taqdiri azalga iymon keltirishida. Boshiga nima kun kelsa, yaratgan Allohdan deb bilib, o'ziga o'zi dalda berib har qanday musibatlarni yengishda. Har bir yigitni, er kishini Alloh fayzi barakasini bersin. Lekin fayzu baraka xonadonimizni bekasi bo'lgan, bolalarimizni mehribon onasi bo'lgan, o'zimizni umr yo'ldoshimiz bo'lgan ayolimizga juda katta bog'liq. Xalqimizda shunday so'zlar bor. Erni er qiladigan xotin, qaro yer qiladigan ham xotin. Albatta bu maqolni zamirida juda katta haqiqat yotadi. Ayollarga qanchalik e'tibor bersak, ular ham qo'ldan kelgancha o'z e'tiborlarini qarashadi. Qanchalik beparvo ularni mensimay, men boqvonman sizlarni, men bo'lmasam nima bo'lardinglar deyib yuboradiganlar bor. Ya bu xato so'z. O'shalar borki, obro'yimiz, kasmi korda fayzimiz, barakatimiz bor. Bir odam xotinini ozodaligidan, pokizaligidan, erga qilgan e'tiboridan kunduzi yulduz ko'radigan bo'lib ketibdi. Shunchalik zehn o'tkir, shunchalik ko'z o'tkir bo'lib. Ayoli erini kiyimini har kuni almashtiradi. Bir kosaga ovqat suzadigan bo'lsa 7 marotaba yuvib, e'tibor, pokiza, piyolalar, chinilar, bozordan olib kelingan narsalarni nihoyatda toza e'tiborlik bilan qarab, yotadigan o'rinlar toza, pokiza bo'lganligidan inson qanchalik pokiza sharoitda tursa, pokiza narsalarni tanovvul qilsa, dili ravshanlashadi, aql ziyraklashadi, ko'z o'tkirlashadi, ko'cha-ko'ydagi kasb-kor barakat topadi.
Bir kuni er o'zi maqtanib qopti. Ey, qadrimni bilmaysan-da xotin. Odamlar kecha zo'rg'a ko'radigan yulduzlarni kunduzi ko'rib turibman-a. Sen har qancha shundoq ering borligidan faxrlansang bo'ladi. Deganda xotinlar aytdiki, er, bu meni xizmatim. Sizga qilayotgan e'tiborim, hurmatim. Bor, bunga o'zi Xudo menga shunaqa yuqtirgan, Xudo bergan bu fazilatni. Bo'pti dedi-da, ayol e'tiborini susaytirdi. Ovqat suzganda kasani yo yuvsa, yo yuvdi, bo'lmasamda artib ovqat suzib berurdi. Piyolalarga uncha e'tibor bermadi. Kiyimlar haftada bir almashtiriladigan bo'ldi. O'rinlar ham bee'tibor bo'lildi. Hali odam kunduzi ham qoqilib, ko'zi yaxshi ko'rmaydigan bo'lib, bugun eshitgan gapi ertasiga esdan chiqazadigan bo'lib, g'alati bo'lib qoldi. Tan oldi. Xotin, avvalgi hurmatingni, avvalgi e'tiboringni qilaver. Bu mendagi xislat, fazilat, baraka, zehn o'tkirliklari u san tufayli ekan. Meni xatoyimni kechirgin. Ayol aytdi, Alloh kechirsin hammamizni xatoyimizni, bexato inson bo'lmaydi. Men sizga qanchalik qilayotgan e'tiborimni Alloh bilsa, Alloh rozi bo'lsa, siz mendan rozi bo'lsangiz, men jannati bo'laman dedi ayol. Yig'inlarda savollar bormi? Qo'limizdan kelgancha javob beramiz desak, bir kun bir yigit qora aka aroqni o'zi haloli, kayfi harom deydi. Shu kayfni haromligini aytsangiz deb qoldi. Kayf nima harom? Kayf harom deyilmaydi. Unda juda ko'p narsa harom bo'lib qoladi. Bir-birda nonni huzur bilan yeyish kayf. Chanqoq tashna bo'lganingizda muzdek zilol suvni ichib rohatlanish kayf. Bolalaringizni didorini ko'rib, bolalaringizni erkalatib o'tirish kayf. Hayotda mamnun bo'lib, niyat qilgan orzularingizga yetganlaringizdagi holatlaringiz kayf. Kayfni to'g'ri tushunish kerak, uni harom deyish kerak emas. Aroqni qilmishlari insonlarni boshiga soladigan jabru sitamlarini ko'rib bilib turguvchi zot aziz bashariyatga bu narsani mumkin emas, harom qildi. Endi inson tushkunlikka tushib, shu narsaga giribtor bo'lganligidan ezilish kerak emas, irodani qo'lga olib tavbaki boshqa qilmaslik, niyatda shu narsadan judo bo'lishlikni astoydil qasd qilish kerak. Bani Isroilda bir aka-uka bo'lishgan. Uka juda ham ibodatga qattiq berilgan, ertak-kech toat ibodatda. Aka ichkilikka ruju qo'ygan. Har kuni may ichib mast bo'lib o'tiradi. Shunda, "Ey aka, uyalmaysizmi Xudodan? Qo'rqmaysizmi Xudodan? Tashlasangizchi buni. Men sizda qilayotgan ishingizdan juda uyalyapman." "Ey uka, men bilan Allohimni qo'y. Men o'zim bilaman Allohga muhabbatim qanchaligini. Men o'zim har kuni Allohdan shu narsadan
judo qilishligini so'rayman. Eplolmayapman, uka, dashnom beravermadi. Uka ibodatga berilganligidan o'zini ancha baland olardi. Qalbini shaytonni vasvasi, takabbur, kibr havo egalladi. Kibr havo egallagandan keyin imonga dars ketdi. Bir kuni o'tirib, men shu okamni diliga ozor berib, ichkiligini gapirib tashlab keldim. Men nima qildim? Ibodat qilib nima ma'no topyapman? Men ham borib akam bilan birga o'tirib bir mayxo'rlik qilmaymanmi? Maishat qilmaymanmi? Bo'ldi, yig'ishtirdim namozni ham, ibodatni ham. Borib akam bilan qo'ymanga ham deymanda, mayxo'rlikni, ulfatchilikni boshlab olaman deb akasi tomonga qarab yo'l oldi. Akasi may ichib turib birdan qalbi erib ketdi. Ya Rabbi, mendan necha yosh kichik bo'lgan ukam ibodatda bo'lsa, bu narsalarni qilmasa, men yoshim katta bo'lib turib, hali ham aqlimni tanib olmay, kundan kun sog'lig'im ketib, ibodatni qilmay bu omonat dunyodan shu may bilan o'tib ketamanmi? Tavba qildim, Alloh, meni isyonlarimni kechirgin. Hozir ukamni oldiga boraman deb, ukajonim, meni kechir. Alloh kechirsin. Uka, endi menga ibodatni o'rgat. Men tavba qildim, men tashladim bu ishlarni endi. Deyman deb tayyorlanib, u ukasi tomonga yo'l oldi. Qarangki, taqdir qazo, ikkalovlari yo'lda vafot etdi. Alloh taolo farishtalarga aytdi: ikkovini niyatiga yarasha nima niyatda vafot qilishgan bo'lsa, niyatiga qarab jannat yo do'zaxga olib boring. Akani niyati ibodat, tavba, u jannatga. Ukani niyati mayxo'rlik qilib, maishat qilib, aka bilan Alloh harom qilgan narsani tanovvul qilish niyatda dunyodan o'tdi. Uni niyatiga qarab do'zaxga. Niyat xolis bo'lsin, niyat to'g'ri bo'lsin. Azizlar, yangi mashina sotib olsak, yonida kitobi bo'ladi. O'sha kitobini o'qib, pulga sotib olgan mashinamizga e'tibor ko'rsatamiz. Kitobida bu mashinaga 76 benzin emas, 93 benzin quyiladi. Agar 76 quyilib qolsa, tez ishdan chiqadi. Uni o'qigan mashinaning egasi albatta unga amal qiladi. 76 quymaydi, 93 quyadi. Mashina buzilib qolmasin deb. Ey inson, mashinani joni temirdan, buni ayading. Allohni kalomi Qur'on sizni biz insonlarning kitobi-ku. Alloh kitobda bandam shunday zilol suvlarni, mevalarni sharbatini, sutlarni sen uchun shirin, halol qilib yaratganman. Shularni iste'mol qil. Sog'lig'ingga, salomatligingga, iymoningni mustahkamligiga ishlatgin. Bu aqldan judo qiladigan, sog'liqqa zarar, obro'dan ajratadigan bu harom narsaga berilmagin, buni ichmagin. Taqdir qilib qo'ygan hayotingga ham yetib bora olmaysan deb man qilingan narsani o'zini kitobida o'zi uchun aytilingan foydaga amal qilmaydi. Go'yo yurak boshqa sotib oladi, jigar boshqa sotib oladi. Mashinaniki topilmaydi-da, uni ehtiyot qiladi. Inson shu bilan o'zini Allohim taqdir qilib qo'ygan taqdiriga ham, bergan obro'yu izzatlariga ham o'zi sabab bo'ladi judo bo'lishiga.
noumid bo'lmang, niyatni to'g'ri qiling. Alloh man etgan narsalardan o'zingizni tiying. Alloh ikki dunyoyingizni aziz mukarram qilsin. Bu fani dunyoga kimlar kelib, kimlar ketdi. Yaxshi o'lib, o'lmayin yomon qoldimi? Hamma o'z davr, o'z zamonasida kelib ketdi. Bir ulug' zot etganlaridek keldilar, ketdilar. Keldik, ketamiz. Keladilar, ketadilar. Pahlavon Mahmuddek bir ulug' zot ikki misra baytda insoniyatga qarata shunday deydi: ey xo'ja, charo azin jahon bexabari, روزان شبان در طلبی سیم و زری. سرمایه تو از این جهان یک گس کفن است، آن هم به گمان است که بری یا نبری. ey xo'ja, ertalabdan to kechgacha na oqibatni, na ibodatni, na savob ish xayolingda yo'q. Simu zar yig'ish bilan ovorasan. Oqibatni ham yig'ishtirib qo'yding. Farzand tarbiyasini ham yig'ishtirding, ibodatni ham yig'ishtirding, simu zar yig'ish ovorasidasan. O bu dunyodan olib ketadigan sarmoyang shuncha yugurib yelganing bilan bir gaz kapan. U bir gaz kapan ham Alloh nasib etsa bo'ladi, nasib etmasa bekapan ham ketib qolasan. Qarang, janozalarda turamiz. Joni chiqqan inson necha yil mehr muhabbat bilan qurgan uyiga bir kunga sig'may qoladi. Tez o'rkovga bor, yo'g'ichini olib kel, tovutni olib kel, tez bo'laylik. Hamma tez yugurishdi. O'g'liga: uka, dadang shu hovlisini juda yaxshi ko'rardi, ki bir chekkasiga ko'mib qo'ya qolaylik. O'sha eng yaxshi ko'rgan farzandim yo'q endi, xaloyiqlar mozoriga olib boraylik deydi. Zo'r mashinalar turibdi, unga qo'yishmaydi. Zo'r kiyimlarda emas, eng arzon surubda, kafanda o'ralib, yog'och sanduqqa solinib, osmonga emas, qora turpoqqa qo'yiladi. Inson bilan faqat o'sha qabrni ichiga iymoni, ibodati, savob ishlari kiradi. Farzandlar, yiqqan mol dunyolar, mansablar hammasi go'rni tepasida qoladi. Ichiga kirib yoritadigan, hamroh bo'ladigan ibodat, iymon, amali solih. Bu o'lim hammaga barobar ham haq. Buni fikr qilgan, tushungan inson bu boshqa qaytib kelinmaydigan safarni tadorigini ko'rish kerak.